Assalomu alaykum qadrdonlar. 4 yil 5 yil oldin meni ham auditoriyam ko'p bo'lsa, mana shunaqa savob ishlarni qilaman dedim. Mana Alloh o'zi yetkazdi. Xudoga behisob shukr. Masjidimizga ozgina yordam kerak. Yordamlaringizni ayamasizlar degan umiddaman. Masjidimizda qurilish ketyapti. Bizga kerak bo'ladigan narsa, masjidga kerakli narsalarimiz. Hozir tok tortish kerak, svit o'rnatish kerak, kabellar. Eshiklarga, akfaga ozgina mablag' yetmayapti. Akalar, ukalar, befarq bo'lmaymiz. Hech bo'lmasa bitta like bosib qo'yib, qo'ldan kelgancha yordamlaringizni ayamasizlar degan umiddaman. Payshanba shaharchasida yangi Ravot jome masjid qurilyapti. Mana shunga ozgina yordam kerak bo'lyapti. Qadrdonlar, aka, ukalar, opa singillar. Karta nomer qoldiraman. Описаниеga ham, kommentariyaga ham qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Masjidimiz bitib olsin. Savobga sizlar ham sherik bo'linglar. Telegram kanallarini ham qoldiraman описаниеga. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, hashar bo'ladigan kunlari, hali tomshuvoq bo'ladi, ana shu kunlar kelsanglar ham, mablag'dan bo'lmasa ham ozgina mehnatdan, kuchdan yordam qilsanglar, savobi biza dunyodan o'tib ketganimizdan keyin ham borib turaveradi inshaalloh, Xudo xohlasa.